kiyimlar oldingizmi hammasini? ishlar solib ketmami Muratni? Yo'q, hech nima qilmadi. O'zga yurtda shoh bo'lmadi hech kim yaxshi hayotidan chetga ketgani yo'q. Jonimni ol sendan kelsa hech kim qaytaman bag'ringga vatanim hozirlik yana yo'l. O'zga yurtda shoh bo'lmadi hech kim yaxshi hayotidan chetga ketgani yo'q. Jonimni ol sendan kelsa hech kim qaytaman bag'ringga vatanim hozirlik yana yo'l. Ko'zim ochsam uydaman, telefonim jiringlar, ko'tarsam o'rtoqlarim ha keldilarmi kiringlar. Xayrlashardi hamma kelganmishlar kuzatgani, ketayotganmishman Moskvaga kamim tuzatgani. Nega shunda hammaga xayr deb xatladim, ostonam bo'lmasdi shuncha dardi, bo'lmasdi shuncha dostonam. Bilmadim ketmasam vatanni shuncha sevarmidim, ketmasam uyda bo'lish baxtini sezarmidim. Tushim ekan bilsam bu nimadir yetmasdi, uyg'ongim kelmasdi, tushda qolsam ketmasdim. Bugun uyqum kelmasdi, lek ko'rgim kelar tushda, chunki faqat tushimda uchardim erkin qush. Yigitlar kutib qolmadlaringizmi? Yo'q aka, yaxshi emas. O'zingiz charchamadingizmi? Yo'q, biz chatga. Alloh xoh. Mehnatlaringizga rozi bo'lingizlar. Yigitlar, endi plan qanaqa? Ishlaymizmi dalcha birgalikda xudo xolasa? Bola chaqani sog'inib to'g'risiga ketamiz. Radnoydan borib uylantiramiz xudo xolasa. Yaxshi. Unda hozir men sizlarni bir-ikki joyga olib boraman. O'zimiz bilet olaylik. Unda yigitlar hozir bilet olamiz sizlarga. Parikmankesiga boramiz, kiyim-kechak olamiz. Chiroylikkina bo'lib uyga ketasizlar xudo xolasa. Rahmat. Sizga katta rahmat. Biz haqingizda yomon gumonga borgandik, chunki ko'pchilik aytadi shu Rossiya bo'lgandan keyin mana bu yerda odatli qolib qolgan ekan, ishlatib odamlar pulni bermar ekan. Siz haqingizda yomon gumonda bo'lgansizlar. Sizga katta rahmat. Boringizga shukr aka. Sizlarga katta rahmat. Mehnatlaringizga rozi bo'linglar. Akalar, unda pasportlaringizni beringizlar. Men sizlarga hozir bilet topib chiqaman. Mayli. Bo'ldi, hozir bilet topib chiqaman.